Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbete lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Sizu bizlarni yo'q yerdan, xor haqir narsadan yaratib, ilm bilan aziz qilgan, yaratgan Robbimiz Alloh taologa hamd va sanolar. Hayotda yo'lboshimiz bo'lgan ota-onamizdan ko'ra mehribonroq zot Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat shariflar bo'lsin. Azizlar, biz sizlar bilan bugun yana Navoiyni eslab ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Avvalgi sonida aytganimizdek, biz bugungi songa mana ustozlarimizdan Ulug'bek Ahmedovni taklif qilganmiz. Ulug'bek aka, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Bizni qadrlab kelganingiz uchun, Navoiy hazratlarini qadrlab kelganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Bugungi kunda yoshlarimizga biz Navoiyning g'azallarini yetkazishlikka avvalo mas'ulmiz deb o'ylayman. Navoiy hazratlari mana avliyo zot bo'lgan. Shu Navoiy hazratlaridan ozgina shu bilganlaringiz bo'lsa, siz bilancha o'rtoqlashsak dedim. Rahmat Dilshodbek. Bugungi kunda dolzarb mavzuda olib chiqibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana dunyoda bugungi kunda kitoblar kam o'qilyapti. Bu Hazrat Navoiyning kitoblarini o'qisa juda ham ulug' ishlar bo'lardi. Bugungi kundagi olimlardan germaniyalik sotsial iqtisodchi olim Hazrat Navoiyning kitobini bugungi kunda ko'pchilik o'qisa, yoshlarimiz o'qisa, hamsa asarini o'qisa 100% ajrimlardan 80% ajrashmasdi deb e'tirof qilyapti. Chunki bu asarlar ichida juda ham bir hayotga taalluqli joylar juda ham ko'p Dilshodbek. Hamsa asarini qarang. Albatta aka. Shuning uchun bugungi kunda Navoiyning asarlarini, bizni buyuk bobolarimiz asarlarini, ayniqsa shu Navoiyning hamsa asarini ham o'qish kerak, qolgan asarlarni o'qisa, bu yutug'imiz bo'ladi. Rahmat Ulug'bek aka, ajoyib ma'lumotlar uchun. Bu ma'lumotlar oltinga teng Navoiyning asarlarini hamsa asari to'g'risida ekan. Biz ham mana bilmaganlarimiz, ustozlarimiz, biz ustozimiz bo'ladi Ulug'bek Ahmedov. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Endi shu Navoiy hazratlarining g'azaliga bo'lgan bir o'zingizni qo'shiqlaringizdan bir dona aytib bersangiz, muxlislarimiz ham sog'inishgan, sizlarning san'atinglar sog'ingan. Marhamat, navbatni qo'shiqqa bersak aka. Aşık oldum, tan vermeng, çare asbabın tüzü. İşq zar etkeniga zulm etmeng, tarafım körgüzü. Aşık oldum, tan vermeng, çare asbabın tüzü. İşq zar etkeniga zulm etmeng, tarafım körgüzü. Ekilersiz ansızın işkin ağabey. Ekilersiz ansızın işkin ağabey. Mundaq etkince hayatım asr dünyanın tüzün. Vermeng, çarem asbabın tüzün. İşq zar etkeniga zulm etmeng, tarafım
ko'rgizing. Keltirding deb yozg'irmangiz ey ahli zuh. Keltirding deb yozg'irmangiz ey ahli zuh. Yok zuhdi ömrdasin guljiga salib sizim. Guljiga salib sizim. Shu Navoiy ko'nglini qildi giriftor orzu. Shu Navoiy ko'nglini qildi giriftor orzu. Do'stlar sarishti umidni aşık oldum tan bermang çoram asbobin tuzing. Ishq zor etganiga zulm etmang tarahum ko'rgizing. Ey kidirsiz ansizin ishqing uyin obod qil. Kidirsiz ansizin ishqing uyin obod qil. Bundoq etguncha hayotim hasri dunyodan buzing. Oshiq oldum tan bermang choram asbobin tuzing. Ishq zor etganiga zulm etmang tarahum ko'rgizing. Rahmat Ulug'bek aka, ovozlaringizga, nafaslaringizga ko'z tegmasin. Bizni mana shu yoshda ham Navoiy hazratlaridan shu oshiq oldum qo'shig'ini kuylab berdingiz, maza qildik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Endi bu qo'shiqni ijodkorlari ustoz Sherali Jo'rayev, undan oldingi mana Navoiy g'azallariga ko'p ustozlar mualliflik qilgan. Guluzorim qo'shig'i bor, Hoji Abdulaziz Abdurasulov ijod qilgan Guluzorim qo'shig'ini. Mana bu qo'shiqni Sherali Jo'rayev ustozimiz, Alloh rahmat qilsin, shularda mana avloddan avlodga Navoiy hazratlarining g'azallari ustozlar yaratgan kuy qo'shiqlari bilan birga bizning davrimizgacha yetib kelib, yana bizning qalblarimizga shunaqa chiroyli xushnuqlik baxsh etyapti. Alloh taolo ulardan ham rozi bo'lsin, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bugungi ko'rsatuvdan muxlislarimizni fikrlarini, yozishlarini so'rab qolamiz. Yana qanday takliflar bor bo'lsa, ustozlarimiz mana bundan keyin mana
yana qator ustozlarimiz bor. Yusuf aka Shamshiyev, mana Husanboy Yo'lchiboyevlar, Alisher aka Tojmatov bor. Undan keyin Qorasuvdagi barcha qo'shiqchilarimizdan ustozlarimiz ustozlari shogirdlaridan shu ko'rsatuvni davom ettirishlarini so'rab qolardik. Navoiy hazratlari to'g'risida xalqimizga yana bir qancha ma'lumotlar yetkazib, xalqimiz muxlislarning ko'nglini olishini so'rab qolardik. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha, yana ko'rishguncha deb qolamiz. Ulug'bek aka, yana bir marta sizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat hammanglarga.